Men mingta amaldorni ishdan bo'shatardim. Hozir bizda tirbandliklar nima sababdan yuz bermoqda? Asosiy muammo nima? Eng yashil hududlar Chilonzor, Yunusobod, Qorasuv, Qoraqamish. Hozir Chorsuv mehmonxonasini buzishyapti. Kinosaroy esa uni buzishgani yurakka pichoq sanchgan deb uni nima uchun buzishdi? Biz kambag'almiz. Bizning bolalarimiz ham bukchayib qolishyapti. Ular ham yashashi kerak. Sening maydonlaring meni qiziqtirmaydi. Meni ko'chada urib ketilgan o'quvchilar tashvishga soladi. Mana nima meni bezovta qiladi. Aziz qo'shnilar, dunyoning barcha mamlakatlaridan kelgan aziz do'stlar, iltimos, qurilish bilan shug'ullanmang. Endi boylar kimlar ekani ma'lum bo'ldi. Muammomiz boylar, shundaymi? Hammaga salom do'stlar. Bugun biz bilan navbatdagi ajoyib dastur. Menimcha juda iste'dodli odam bilan u ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan arxitektor Aleksandr Yevgenyevich Kuranov. Bugun umid qilamanki, biz siz bilan aynan dolzarb muammolar haqida gaplashamiz. Ya'ni Toshkentda nima bo'layotgani, nega hammamiz bo'g'ilib qolayotganimiz, nima uchun tirbandliklarda turib qolayotganimiz, shahar qiyofasi bilan nima bo'layotganini haqida gaplashib o'tamiz. Men ham o'z tajribam bilan bo'lishaman, chunki yaqinda ajoyib bir shahardan qaytib keldim va menda juda ko'p savollar tug'ildi. Shuning uchun assalomu alaykum. Kelganingizdan xursandman. Xayrli kun. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Keling boshlay qolamiz. Siz ham ehtimol shahar aholisi sifatida Toshkent bo'ylab sayr qilasiz. Bugungi Toshkent qanday taassurotlar qoldirmoqda? Taassurotlar unchalik ijobiy emas deb aytsa ham bo'ladi. Gap shundaki, arxitektor so'zining o'zi bosh quruvchi degan ma'noni anglatadi. Bizning holatimizda esa shunday bo'ldiki, tushunishingiz uchun, biz bu rahbarlik, yetakchilik bo'lgan asosiy vazifadan chetlashtirilganmiz. Bu holatda albatta tushuntirilishi mumkin, nima uchun bunday bo'layotganini va nima uchun bu sodir bo'lgani tushuntirilishi mumkin. Bittasidan keling odamlarga biroz tushuntirib beraylik. Bu qanday bo'lish kerak? Aslini olganda shaharda qandaydir bosh reja bo'ladi. Uni aynan shaharning bosh arxitektori olib keladimi yoki bu qanday sodir bo'ladi? Yo'q. Bosh reja bu eng murakkab hujjat bo'lib, uni yaratishda kamida 1000 ta yoki 1,5 mingta odam qatnashadi. Tahlilchi, iqtisodchilardan boshlab turli soha mutaxassislari ishtirok etadi. Va keyin bu jarayon transport mutaxassislari, arxitektorlar, shaharsozlar, ekologlar va statistiklar bilan davom etadi. Ya'ni bu katta bir jamoaning mehnati va u ancha uzoq, yetarlicha katta vaqt davomida tuziladi. Shu ma'noda nima sodir bo'ldi? Asosiy vazifalarning o'rin, ya'ni bosh rejani tuzishda xalqaro miqyosda shakllangan klassik sxemalar almashishi sodir bo'ldi. Tushunyapsizmi? Lekin bosqichma-bosqich boshidan agar biror reja bo'lsa, demak, qandaydir vazifa bor, qandaydir maqsad bor. Ha, shunday. Avvaliga bir maqsad yoki vazifa shakllantiriladi, keyin esa u mutaxassislar jamoasiga topshiriladimi? Odatda vazifalar qanday qo'yiladi? Masalan, Toshkentda vazifa mintaqa yoki shaharning iqtisodiy holatiga qarab qo'yiladi. Ya'ni kelajakda nima bo'lishi haqida tadqiqot o'tkaziladi. Gap shundaki, bosh reja kelajakka nazar tashlashi kerak. U kelajakda nima bo'lishini taxmin qilishi kerak. Shuning uchun birinchi navbatda iqtisodiy omillar, demografik omillar hisobga olinadi. Shu jihatdan bu yangi Toshkent masalada katta xatolik yuz berdi. Hozirgi to'g'risini aytsam, bosh reja masalasi bo'yicha o'rtog'im Baxtiyor Magdiyevni taklif qilishingizni istardim. U shaharsozlik sohasida birinchi raqamli mutaxassis. U bosh rejani loyihalashda yuzaga keladigan muammolar haqida batafsil gapirib bera olardi.
Bu juda qiziqarli mavzu bo'lar edi. Ya'ni, o'sha bosh rejada asosiy tendensiyalar, asosiy yo'nalishlar belgilangan. Shahar qanday rivojlanadi, qaysi hududlar shartli ravishda turar joy bo'ladi, qaysilari aholi yashaydigan joylar uchun ajratiladi, qaysilar sanoat uchun, qaysilari dam olish zonalari uchun va hokazo. Ya'ni bu strategik rejalashtirilgan yoki hammasi batafsil ko'rsatilgan bo'ladimi? U yerda gap shundaki, avvaliga strategik rejalashtirish amalga oshiriladi, keyin esa batafsil rejalashtirish loyihasi PDP tuziladi va alohida hududlar aniqlangach, bevosita o'sha tuman yoki mikrorayonning batafsil rejalashtirish ishlari olib boriladi. Tanlangan uchastkaga qarab bu hududda nima qilish kerakligi aniqlanadi. Bu hudud qanday uy-joyni qabul qila olishi, yashil maydonlarning foizi, qancha yer yo'llariga ajratilishi belgilanadi. Aholi soniga qarab maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari soni, ijtimoiy obyektlar, ya'ni ijtimoiy infratuzilma rejalashtiriladi. Tushunyapsizmi? Bugun nima bo'lyapti? Mana shu shahrimizni hozirgi holatga keltirilgan eng muhim masalalardan biri tartibga solish maqsadida yagona darcha tizimi yaratildi. Loyihangizni mening loyihamni elektron shaklida fleshkada shu yagona darchaga topshirasiz, to'lov qilasiz, ya'ni obyektingizni ko'chirib chiqish va qurilishga ruxsat berish uchun ma'lum boj to'laysiz. Buni endi arxitektura departamenti beradi. Hammasi shu departamentdan boshlanadi. Agar ijobiy natija bo'lmasa, sizga ba'zan sababini tushuntirmay rad etildi deyishadi. Yoki aksincha, ko'plab qoidabuzarliklar bo'lsa-da, kimlarnidir rag'batlantirib qo'ysangiz, loyiha o'tib ketadi. Shunday qilib, qurilish boshlanadi. Ya'ni bir jamoat bo'lib, yig'ilib, bir maslahatlashib, yo'q, bularning birortasi bo'lmaydi. Biz o'z chiqishlarimizda so'rab qolar edik, hech bo'lmaganda qurilish pasportida, ya'ni qurilish maydonini o'rab turgan to'siqda maxsus QR-kod yaratilishini so'rab qolar edik. Shunda oddiy aholi, qo'shnilar, mahalla a'zolari nima qurilayotganini, kim qurayotganini, loyihachi, buyurtmachi kim ekanligini, kimlar ruxsat bergani, protokolni kim imzolagani, loyihaga kim taqriz bergani haqida ma'lumot olishi mumkin bo'lar edi. Shunda qurilish jarayoni ishtirokchilarini ko'rish mumkin bo'lar edi. Qandaydir mas'uliyat ham bo'lar edi. Hozir esa bu kengash o'tgan-o'tmaganini bilmaymiz. Katta ehtimol bilan bunday katta hajmdagi ishlar qizg'in vaziyatda o'tkazilmaydi. Shuning uchun bu shaharsozlik kengashini va uning funksiyalarini qaytarish kerak. Nima uchun uni bekor qilishdi? Jarayonni to'xtatib qo'ygani uchunmi? Bu esa hamma uchun ajoyib topishmoq. Hammamizni, ya'ni qonunga itoatkor loyihachilarni chetga surib qo'yib va ba'zi me'yorlarni, masalan, yong'in xavfsizligi, seysmik talablarni buzgan holda tezroq qurib olish uchun bekor qilishdi. Mana shu Toshkentning eng katta muammolaridan biri. Biz barcha arxitektorlar ikki qo'llab davlat qurilishining eski tizimini tiklashni istaymiz. Shu tizimda Go'stroy, unda yetakchi o'rinni arxitektorlar egallagan tashkilot edi. Keyin esa qurilish kompaniyasi, qurilish departamenti turardi. Shunday bo'lishi kerak. Aslida butun dunyoda shunday bo'lishi kerak. Bu jarayonlarni sekinlashtirmasmidi? Shuning uchun ham hozir bir necha yil ichida shuncha qurilish paydo bo'ldimi? Xuddi shunday. Chunki bu loyihalarning ko'pchiligi barcha tartib-qoidalardan o'tmagan. Xudo xohlasa, ba'zilari o'tgandir. Chunki bizda qonunga itoatkor loyihachilar va quruvchilar ham borligini bilaman.
Ular barcha tartib-qoidalarga rioya qilib ishlashini ham bilaman. Lekin bu qoidalarga amal qilmaydigan qurilishlar foizi ham katta. Hozirgi mahallalardagi barcha janjallar shu sababli. Ko'p odamlar yozishyapti, g'azablanishyapti, arizalar yozishyapti. Yuqoridagilarga bu arizalar to'plamining nima keragi bor? Keling, buni normal yo'lga solamiz. Ya'ni allaqachon shakllanib bo'lgan normal xalqaro tajribaga moslashtiramiz. Sizningcha, nima uchun bu jarayonni bekor qilishdi? Shoshilganlikdanmi yoki moliyalashtirish yoki shunga o'xshash investitsiyalar masalasimi? Agar solishtirsak, mayli keling, tibbiy emas, balki yo'l misolini keltirsak. O'sha puldor uchun biz ham arxitektorlar ko'chalarda yurishga hamma narsa qildik. Belgilar, chiziqlar, svetoforlar o'rnatdik. U esa o'zini dunyoning hukmdoridek his qilib, bu yo'lda hech narsaga e'tibor bermay haydayapti. Belgilarga, chiziqlarga, svetoforlarga qaramay, odamlarni urib, daraxtlarga urilib ketyapti. Chunki prezident aytganidek, bu barchasi, ya'ni boylik orttirish, badavlat bo'lish, ularga qonun qoidalarni buzish huquqini beradi deb o'ylaydi. U o'zini shunchaki zo'r, boyman deb biladi. Unga bularning barchasi baribir. Xuddi shu narsa bu ishda ham sodir bo'ldi va juda dahshatli misollar keltirsak bo'ladi. Bu alohida mavzu. Hozir shaharning turli joylarida ko'ryapman. Chilonzorda, Yunusobodda, mahallalarda odamlar to'planishyapti. O'sha joyda va'da qilingan qurilishlarga qarshi chiqishyapti. Ularga kichkina bir bino qurilishi aytilgan edi, ammo 7 qavatli ofis yoki turar joy majmuasi qurilyapti. Bu albatta korrupsiya tufayli bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Chunki men ham shunday holatga duch kelganman. Men bu yerda yo'lning narigi tomonida Darxonda yashar edim. U yerda 2 qavatli bino bo'ladi deyishgandi. Natijada 7 qavatli biznes markazi paydo bo'ldi. Ha, ehtimol kengashda, loyiha tasdiqlangan kengashda 2 qavatli bino chizilgan edi va kengashda juda yaxshi deb tasdiqlashgan. U esa bunga qaramay aqlga sig'maydigan darajada qoidalarni buzib, qurib tashladi. Ammo davlat sektorlaridan kimdir mas'ul bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, qurilishi nazorati deb ataladigan xizmati bor. Ular nazorat qilishlari kerak edi. Ular ham Shavkat Miromonovichdan shu majlisda katta tanbeh olishdi. Chunki nazorat qilmaganlar. Tushunasizmi? Juda ko'p qoidabuzarliklar bor va ularni oldinroq to'xtatish kerak edi. Odam allaqachon qurib, mablag' sarflab bo'lgan holatidan keyin uni binosini buzib tashlashyapti. Ha, uni ham tushunsa bo'ladi. Chunki bu noqonuniy qurilishni oldinroq to'xtatish kerak edi. Bularning barchasiga tartibga soluvchi, nazorat qiluvchi, tahlil qiluvchi xizmatlardan chetlashtirilgani bilan bog'liq. Va birinchi navbatda arxitektura xizmatlari, chunki arxitektor hech qachon yomon narsa qilishni xohlamaydi. U hech qachon sport maydoni bo'lishi kerak bo'lgan joyda uyni chizmaydi. Lekin biz kambag'almiz. Yigitlar ham egilyapti, biz ham, ularga ham yashash kerak. Ha, men so'ramoqchi edim. Siz ularni chetlashtirdi dedingiz. Ularni pul bilan chetlashtirdimi yoki boshqa narsami? Xo'sh, qanday chetlatishdi? Birinchidan, ular Davlat qurilish qo'mitasini tugatishdi. Shuningdek, shaharsozlik kengashi deb atalgan tuzilmani tugatishdi. Uni boshqa bir shartli kengashga aylantirdilar. Avvaliga u GUAS, bosh arxitektura qurilish boshqarmasi deb atalardi. Keyin esa u GAS bo'lib qoldi. Arxitekturasiz, tushunyapsizmi? Yana biz ularga xalaqit berar edik. Biz amaldorlarga va o'sha bularni qurib tashagan puldorlarga xalaqit berar edik.
Ular quruvchilar bilan til biriktirgan. Mendan so'rashgan edilar, nega siz egilib qoldingiz yoki sizni quruvchilar chetlatib qo'ydimi? Bu yerda muayyan iqtisodiy omillar kuchga kiradi. Gap shundaki, agar qurilishning qiymati shartli ravishda 100% yoki 100 ming dollar bo'lsa, quruvchilar 99%ni oladi. Biz esa 1%ni. Bizning ishimiz atigi 1% turadi. Bu eng yomon holatda. Lekin Yevropadagi ba'zi buyurtmachilar noyob obyektlar uchun 2-3% loyiha ishlari uchun 5-7% gacha qurilishning umumiy qiymatidan to'laydi. Bizda esa atigi 1%. Buyurtmachi loyihachilar va arxitektorlarga sarflaydigan mablag' quruvchilarga beriladigani bilan mutanosib emas. Tasavvur qiling, 1% va 99%. Siz ularga ish topib berganingiz uchun qayerdan shartli ravishda bonus olishingiz mumkin? Tushunyapsizmi? Garchi bu asosiy hujjatlardan biri bo'lsa-da, hatto kvartirantga ta'mirlash qilayotganda ham mana shu loyiha rejasi yoki dizayn rejasi nima deyiladi? Shu mana loyiha dizayn Nima deb ataladi? Juda muhim narsa ekan. Keyin yashashni boshlaganingizda rozetka joyida emas, bu yerda unisi to'g'ri kelmaydi, u yerda bunisi to'g'ri kelmaydi. Ya'ni loyihalashtirish juda muhim ekan. Mutlaqo to'g'ri. Unday bo'lsa, yana o'sha mavzuga qaytaylik. Men aslida javobni eshitmadim. Haqiqatan ham shaharning tasdiqlangan rejasi bormi yoki hali yo'qmi yoki u hech qachon bo'lmaganmi? Bosh reja bor edi, lekin hozir u ishlab chiqilmoqda. U qaysi yilgacha amal qilar edi yoki u cheklanmagan edi? U 1980-yilda tuzilib, tasdiqlangan edi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan. Lekin u ma'lum muddatga, masalan, 30 yilga mo'ljallangan emasmi? Lekin men yanglishishim mumkin va bu muddatlar haqida noto'g'ri ma'lumot berishni istamayman. Menimcha aynan hozir sodir bo'layotgan narsa, bularning hammasi aynan reja ishlab chiqilayotganligi tufayli. To'g'rimi? Ya'ni hech kim qanday bo'lishi kerakligini bilmaydi va ba'zi obyektlarga umumiy doiradan tashqarida ruxsat berilmoqda. Ya'ni shahar rivojlantirishining ayrim omillari hisobga olinmayapti va shuning uchun qo'pol qilib aytganda kim qanday xohlasa shunday qilmoqda. Yo'q, boshqa narsa demoqchi edim, lekin asosan shu sababdan kelib chiqadi, to'g'rimi? Umuman olganda shaharda qaysi loyihalardan norozi bo'lib, ular bo'lmasligi kerak deb o'ylaysiz? Men sanab o'tirmayman. Arxitektorlarni qandaydir xafa qilishni istamayman. Menga noto'g'ri joylarda qurilgan obyektlar yoqmaydi. Bu loyihalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Reja yo'qligi sababli qayerda nima bo'lishi kerakligini hech kim bilmaydi. Qanday bilmaydi? Biladi. Bosh rejada yashil maydonlar belgilangan-ku. Masalan, Qodiriy ko'chasida ketayotgan bo'lsak, u yerda kordonerlar deb atalgan. Uylar orasidagi katta yashil maydonlar qoldirilgan edi. Keyinchalik ularga qo'shimcha obyektlar joylashtirildi. Asosan uy-joy, chunki u sotiladi. Mana shu omil juda muhim. Ular shoshilishadi. Men umuman uy-joy qurilishiga investitsiyalar tashqaridan kiritmasligi kerak deb hisoblayman. Tashqaridan? Ya'ni boshqa mamlakatlardanmi? Ha. Aziz qo'shnilarimiz, dunyoning barcha mamlakatlaridan kelgan aziz do'stlarimiz, iltimos, qurilish bilan shug'ullanmang. Investitsiyalarni sanoatga, qishloq xo'jaligiga, sog'liq saqlashga, ta'limga, xohlagan sohaga kiriting, lekin qurilishga emas. Chunki bu so'zni men yoqtirmayman. Xalqimizning mentalitetini, qanday yashashimiz kerakligini bilmaysiz. Siz bizga mos bo'lmagan binolarni loyihalashtiryapsiz. Bizning turmush tarzimizga mos kelmaydigan, hayot maromimizga to'g'ri kelmaydigan kvartiralarni quryapsiz. Shamollatib bo'lmaydigan oshxonalar, yoritilmagan o'sha oshxonalar
uyning ichidagi ko'p yo'laklar, misol uchun yashab bo'lmaydigan yo'laklar. Bu vaqtinchalik yo'laklar. Ulardan shunchaki o'tib ketasiz, bo'ldi. Yashamaysiz. Chet ellik kvartiralari ko'rganman. Ularda kvartiraning 40% maydoni yo'laklardan tashkil topgan. Bizda ajoyib me'morchilik maktabi bor edi. Ajoyib. Uylar qurilgan va o'sha eski uylar, eski qurilmalarning rejalari nimasi bilan yomon? Menga aytib bera olasizmi? Ehtimol, xo'p, mayli, kichik oshxonalarni kengaytirish, qadamlarni uzaytirish, yozgi xonalarni kattalashtirish mumkin edi. 6 metr o'rniga 6 ga 60 metr qilish, zinapoya maydonchalarini kengroq qilish mumkin edi. Misol uchun 77-seriyali ajoyib uylar, 148-seriyali uylar. Bular juda yaxshi edi. Biz mutlaqo yangi turdagi kvartiralarni, ya'ni studiya kvartiralarni oldik. Ammo ko'pincha ular bizni yashash tarzimizga to'g'ri kelmaydi. Biz o'zbek xalqi ovqat tayyorlashni, qovurishni yaxshi ko'ramiz. Hayotimiz o'ziga xos xususiyati shundaki, oshxona umumiy xonadan ajratilmagani muammo hisoblanadi. Men ham misol keltirib o'tishim mumkin. Bu qurilishlarga, ayniqsa turar joy qurilishiga sarmoya kiritish respublikamiz uchun unchalik foydali emas. Bu qanchalik g'alati tuyulmasin. Xo'sh, unda investitsiya kiritishi kerak. Bizda o'z hududimizdagi investitsiyalar yetarlicha, ya'ni investorlar yetarlicha. Bu ishni yaxshi uddalay oladigan investorlarimiz bor. Chet eldan kimnidir taklif qilishning hojati yo'q. Sizni hisoblashingiz bo'yicha, uzr, bilasizmi, yana shunday holat ham yuz beryaptiki, bizning investor, ya'ni O'zbekiston fuqarosi o'zining kelajakdagi obyekti reytingini oshirish uchun, buni biz ko'zbo'yamachilik deb ataymiz. Go'yoki chet elda loyiha buyurtma qiladi, tushunasizmi? U yerda undan juda katta pul olishadi loyiha uchun. Keyin bu loyiha Toshkentga qaytib keladi va shahrimizdagi arxitektura guruhlariga topshiriladi. Ular esa ushbu obyektni mahalliy sharoitiga moslashtirish va joylashtirish bilan shug'ullanishadi. Nega siz chet eldan kirib kelgan pulga qurilish qilib bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Bu yerda yana qanday vaziyat yuzaga kelishi mumkin, tushuntirib beraman. Keling, shunday misol keltiraylik. Aytaylik, siz savdo markazi qurishiga qaror qildingiz va chet ellik sarmoyador sifatida, men siz chet ellik sarmoyadorlar ekaningizni nazarda tutyapman. Bizning respublikamizda savdo markazi qurishga ahd qildingiz. Mana sarmoyangizni olib kelib, shahar hokimiyati bilan yer ajratish bo'yicha kelishib olasiz. Ular sizga ma'lum bir maydon ajratishadi. Siz, yaxshi, biz hammasini qurib beramiz deysiz. Qurilish tugagandan so'ng va xarajatlaringizni qoplagach, foydani taqsimlashda 51% O'zbekistonga, 49% investorga berilishi kelishiladi. Ya'ni bu obyekt topshirilib, xarajatlar qoplanganidan so'ng keyin nima bo'ladi? Bu investor o'zi avval ishlagan qurilish kompaniyasini taklif qiladi. Ya'ni oddiy qurilish sohasiga aloqasi bo'lmagan investor bu ishga qo'l urmaydi. U albatta qayerdandir nimanidir qurgan, tajribasi bor. U o'zining quruvchisini taklif qiladi. U esa o'z navbatida loyihani avval hamkorlik qilgan arxitektura kompaniyasiga buyurtma beradi. Tushunarlimi? Balki bu kompaniya uning tarkibida ishlayotgandir. Natijada toshkentlik arxitektorlar bu jarayonda ishtirok etmaydi. Ya'ni investor o'zining quruvchilari, o'zi qurilish kompaniyasi bilan va o'zini sarmoyasi bilan keladi. Bu xuddi Toshkent City'da sodir bo'lgan holatga o'xshaydi, shunday emasmi? Keyin nima bo'ladi? Birinchidan, loyiha ishlab chiqiladi. Loyiha biz qilganimizdek 1% emas, balki 7% ga bajariladi. Ya'ni loyihalashtirish qiymati maksimal darajada oshiriladi.
Keyin qurilish materiallari, resurslar, texnika, qurilish bilan bog'liq hamma narsa Yevropa narxlarida sotib olinadi. Quruvchilarga ham Yevropa standartlariga ko'ra maosh to'lanadi. Ya'ni xarajatlar oshirib ko'rsatiladi demoqchisiz. Xarajatlar maksimal darajada oshirib ko'rsatiladi. Agar bino bizning smetamiz bo'yicha aytaylik 1 million dollarga tushishi kerak bo'lsa, ular 5 million dollar sarflaganini ko'rsatishadi. Endi ular 5, 6, 7, 8, boring yana 10 yil davomida bu obyektdan foydalanib, undan foyda olishadi, lekin O'zbekiston Respublikasiga 1 tiyin ham bermaydilar. Tushunyapsizmi? Nima bo'layotganini? Natijada biz o'zimiz bergan taklif yoki sotgan hududidan keladigan daromadni yo'qotamiz. Ular maksimal darajada qiymatni va shunga mos ravishda muddatni ham oshirishadi. Buning sababi qurilish tugagandan keyin imkon qadar uzoqroq vaqt davomida o'z xarajatlarini qoplash uchun foyda olishdir. O'zbekiston kutaveradi. Bu bino qurilishidan olinadigan foydaning 51% qachon kelib tushar ekan deb kutishni davom ettiradi xolos. Aytingchi, Toshkent umuman megapolis hisoblanadimi? Ha, tushunchalarga ko'ra allaqachon aholisi 3 milliondan oshgan. Ammo megapolislar loyihalashtirilganida menga qiziq bo'lgan narsalar, ayniqsa yashil hududlar, ular ma'lum foizda bo'lishi kerak yoki qanday? Ha, ya'ni ma'lum bir foiz bor. U me'yorlangan. Siz mikrorayon yoki turar joy binolari guruhini qurganida qurilish maydonini, yo'laklar, piyodalar yo'laklari, tosh yotqizilgan maydonlar hajmini ko'rsatishingiz kerak. Bolalar o'ynash maydonchalarining, xo'jalik maydonchalarining yuzasini ko'rsatishingiz lozim. Ilgari gilamlarni qoqish, kir quritish uchun alohida maydonchalar bo'lar edi. Hozir albatta bunday narsalar yo'q. Lekin sport maydonlari va ko'kalamzorlashtirish albatta me'yorlashtiriladi. Ularning foizi GOSTda belgilangan. Agar siz yashil hududlarning belgilangan miqdorini yaratmasangiz, bu qonunbuzarlik hisoblanadi va loyiha mos kelmayapti deb aytishlari mumkin. Bu aynan quruvchi o'z hududida qilishi kerakmi yoki bu umumshahar masalasi bo'lishi kerakmi? Ya'ni masalan, mana bu yerda bog' bo'lishi kerak, mana bu yerda boshqa narsa bo'lishi kerak deyilsa. Yo'q. Biz hozir turar joy qurilishining ma'lum bir maydoni haqida gapiryapmiz. Men esa butun shaharni nazarda tutyapman. Butun shahar bo'ylab ham xuddi shunday foiz bor. Va menimcha shunday qoida borki, parklar va xiyobonlar foizi hisobga olinmaydi. Ya'ni ular chiqarib tashlanadi va siz qolgan barcha hududlarning yetarli darajada bizdan shu me'yorlar talab qiladigan ko'kalamzorlashtirilganligini ta'minlashingiz kerak. Sizningcha Toshkentda hozir ko'kalamzorlashtirish juda kammi? Halokat darajada kam, juda kam. Men yaqinda bitta shahardan qaytib keldim. Menga u yer jannatdek tuyuldi. Bu shaharning nomi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ha, megapolis. U yerda go'yo yashil hududlar shaharga emas, aksincha shahar yashil hududlarga singdirib yuborilganidek. Meni fikrimcha, yana bilmadim, yanglishayotgan bo'lishim mumkin, sizga yaxshiroq ma'lum bo'lsa kerak. Chunki ancha kattasiz, yoshingiz kattaroq. Toshkent ham ilgari shunday shahar bo'lgan edi. Chunki ko'pchilik ota-onalar Toshkent juda yashil shahar edi deb aytishadi. Ammo men buni eslay olmayman. Yana mening omadim kelgan, men Sergelida Sputnikda katta bo'lganman. U yerda tashqariga chiqsangiz ulkan daraxtlar, men hech bo'lmaganda bularni ko'rganman, lekin hozir ilgari masalan Sirkdan Navoiy ko'chasi bo'ylab yurib, Mustaqillik maydonigacha, undan so'ng xiyobongacha quyosh nurlariga duch kelmasdan borish mumkin edi. Tushunyapsizmi? Faqat yo'lni kesib o'tayotganingizda quyosh tushardi, ya'ni soyabonsiz. Bemalol yursa bo'lar edi.
Shunday yashil yo'laklar bor edi. Hozir esa muhim ko'rsatkich, masalan, ekologlar aytishicha, eng yaxshi tumanlar qaysilar? Eng yaxshi tumanlar, hayratlanarli tomoni shundaki, e'tibor bering. Ular yuqoridan ma'lum bir spektrda suratga olishgan va aniqlanishicha, eng yashil tumanlar bu Chilonzor, Yunusobod, Qorasuv va Qoraqamish ekan. Ya'ni hammaning tanqid qiladigan eski sovet tumanlari. Odamlar bularni Xrushchev davri arxitekturasi qutilari deb aytishadi. Ammo hozir u yerlarda hayot judayam bir ko'kalamzorlashtirish nuqtai nazaridan eng yashil, eng qulay deb aytsa bo'ladi. Eng achinarlisi shuki, mana shu yashil zaxiralarimizga, o'pkalarimizga zarar keltiradigan turar joy majmualari kirib bormoqda. Men yaqinda Kadishvo tumaniga borgan edim. U yerda ham baland yeman daraxtlari o'sgan hovlilar qolgan ekan. Xuddi bolaligimga qaytib qolgandek bo'ldim, bilasizmi? U yerda chindan ham vaqt o'tkazish juda yoqimli. Umuman olganda, yashil hududlar shaharda soyadan tashqari yana qanday vazifani bajaradi? Yo'q, soya daraxtlarning turiga qarab har xil bo'ladi. Chunki daraxtlar zararli tarkibiy qismlarni o'ziga singdiradi va kislorod manbai hisoblanadi. Ammo ular haqiqatan ham yutib yuboradimi mana shu zarrachalarni? Chunki men bir nechta tadqiqotlarni ko'rib, o'qib chiqdim. Ularning natijalariga ko'ra bu unday emasga o'xshaydi. Ya'ni daraxtlar aslida biz o'ylaganchalik havoni tozalamaydi va hokazo. Buni mutaxassislar bilan muhokama qilish kerak, to'g'risini aytsam. Bu masalada men mutaxassis emasman. Garchi yashillikni juda yaxshi ko'rsam ham. Arxitektorlar katta hududlarni loyihalashtirayotganda yashillikni nima maqsadda ishlatishadi? Asosan aholi qulayligi uchunmi yoki haroratni boshqarish uchunmi? Hammasi uchun. Hammasi uchun. Haroratni pasaytirish va shovqinni kamaytirish. Ular shovqinni yutadi. Bundan tashqari ular ariqlar, suv havzalaridan bug'lanishni ushlab qoladi. Barglar bug'lanishni to'xtatib, suvning oqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Axir har bir arxitektura institutida ko'kalamzorlashtirish bo'limi bor edi va u yerda bularning hammasi o'rganiladi. Hammasini hisoblab, ular daraxtlarni kerakli joylarga ekishadi. Shimoliy tomonga bir xil, janubiy tomonga boshqa xil, baland daraxtlarni kerakli joyga, past daraxtlarni boshqa joyga, yer bag'irlab o'suvchilarni yana boshqa joyga. Ya'ni tushunasizmi? Bu bilan mutaxassislar shug'ullanishgan. Har bir institutda bosh rejalar bo'limida ko'kalamzorlashtirish mutaxassislari bo'lgan va bu rejalarda daraxt navlari ko'rsatilgan. Yeman, olcha, zarang, albitsi, xullas barcha daraxt va buta navlari yozib chiqilgan. Ularning maydoni belgilangan, bu smetaga kiritilgan va keyin buyurtmachi ularni sotib olib, to'g'ri tartibda ekish kerak edi. Ya'ni mana hamma narsa shunday edi. Bu tumanlarning hammasi qurilganda, ya'ni siz aytgan yashil hududlar, Chilonzor, Sergeli va boshqalar, ularni davlat qurgan, to'g'rimi? Xususiy tashkilot emas, balki shu sababdan ularning har bir kvadrat metrdan foyda olishga intilishlari bo'lmagan. Mana shunisi ajablanarli. Davlat ilgari bularning barchasini qanday qilgan? Nima uchun? Nima bo'ldi? Mana savol qayerda? Mana sizga savol. Siz nima deb o'ylaysiz? Yo'q, bu savol menga emas. Qani biroz mulohaza yuritaylik. Siz qanday o'ylaysiz? Oldin nima uchun shunday edi? Menimcha juda oddiy. O'ylaymanki, o'sha davrda siz maktabga bepul borganingiz, institutni bepul tugatganingiz, bepul davolanganingiz, hattoki kvartirani bepul olganingiz uchun davlat nima uchun bugun biz bunga qodir emasmiz? Chunki ijtimoiy tuzum o'zgardi, xolos.
Ha, siz kapitalizmni nazarda tutyapsiz. Faqat kapitalizm. Ha, bu asosiy sabab va mana o'sha kasallik, boylik to'plash, manfaatparastlik. Bu hozir iste'molchilik deb ataladi. Iste'molchilik mana shu haqda prezidentimiz kengashda 5-martda gapirdilar. Falsafa sog'lom aqlni barbod qildi. Men aytganimdek, pul ezgulik va aqlni yengdi. Bu o'zgarishlar, qayta qurishlar, bu tarixiy obyektlarni buzayotgan odamlar bu haqda o'ylamaydilar. Samarqandda 3 ta masjid buzildi. Chirchiqda noyob bino bor edi, uni ham buzishdi. Mana shu yerda shunday savol tug'iladi. Qaysi tarixiy binolarni saqlab qolish va qaysilarni buzilishi qanday tanlashadi? Chunki aslida haqiqiy tarixiy binolar bor. Oddiy eski binolar ham bor. Bu masala ham mutaxassislar ixtiyoriga berilishi kerak. Ya'ni arxitektorlar, etnograflar, tarixchilar, o'lkashunoslar, arxeologlar mana ular aniqlashi kerak. Tushunasizmi? Hozir kim belgilaydi? Shartli ravishda kimdir bino haqida qiziqarli, ozmi ko'pmi me'yorida deb ta'rif beryapti, lekin gap bunda emas. Gap boshqa narsada. Masalan, masjid. Masjid degani nima? Bu Alloh bilan muloqot qilish joyi. Masjidni buzayotgan odam, tushunyapsizmi? U vijdon bilan, qalb bilan muloqot joyini buzmoqda. Bu dahshat-ku. Menimcha, bu odamning va bu guruhning yoki jamoaning uyida ular yashaydigan kvartirada buvi va bobolari suratlari osilmagan bo'lsa kerak. O'z tarixiga, o'z madaniyatiga munosabat yo'qolgan. Sabab o'sha falsafa o'zgarishida adolat falsafasi. Do'stlar, biz bu podkastlarga juda ko'p vaqt va kuch sarflayapmiz. Shuning uchun sizlardan katta iltimos, maqsadlarimizni qo'llab-quvvatlang. Biz kelgusi yilda YouTube'da 50,000 nafar ajoyib bilimli obunachiga erishmoqchimiz. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. Iltimos, bu videoga like bosing va biror fikr qoldiring. Bu bizga juda yoqadi va yanada zo'r mehmonlarni taklif qilishda hamda shu me'yorda davom ettirish uchun motivatsiya bo'ladi. Katta rahmat, yoqimli tomosha. Xush qaring. Bu umumjahon trendi, ya'ni ko'pchilik kapitalizm tuzumiga o'tdi, lekin hamma shaharlar ham buzilmadi. Men o'sha Rio de Janeyro shahrini nazarda tutyapman. Odamlar baribir o'z shahrini sevadi. Ular ehtimol bu bosqichdan o'tgandir. Biz yosh respublikamiz. Mendan so'rashsa, men bizda hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr qiling. Hammasi joyiga tushadi. Sog'lom fikrli odamlar paydo bo'ladi. Yoshlarimiz yaxshi, savodli, qiziqarli yoshlar bor bo'ladi deb ayta olaman. Ular har doim bo'lgan. Ular ana shu puldorlar qatlamini almashtiradi. Siz puldor deb kimlarni aytyapsiz? Misol kerakmi? Bu yuragimda tikan bo'lib turgan misol. Keling, Buxoro shahrini olaylik. 300,000 aholisi bor. Tarixiy turizm shahri. Tasavvur qilyapsizmi? U UNESCO himoyasida, lekin butun shahar emas, markaziy qismi bor. Shuningdek, bufer zonalar deb ataluvchi joylar bor. Bu yerda umuman qurilish taqiqlangan. Yoki qurilish UNESCO bilan kelishilgan bo'lishi kerak. Mana hozir Shavkat Mirziyoyev Parijda UNESCO raisi bilan suhbat olib bormoqdalar. Raisdan yumshoq qilib aytganimda ozgina tanbeh eshitmoqdalar. Bu Buxoroga tegishli. Buxoroda nima bo'ldi? Mana shu puldor aytishlaricha bir karvon oltin bilan kelib 29 ta obyektni, tarixiy obyektni buzib tashladi. Ular orasida stadion, musiqa maktabi, hokimiyatning men loyiha muallifi bo'lgan 17 qavatli bosh bino, eski viloyat ijroiya qo'mitasi bor edi. Jami 29 ta obyektni buzib tashladi. Nima uchun? Qandaydir yangi sayyohlik klasteri qurish uchun. Bu aslida hech kimga kerak emas. U shunchaki pul topmoqchi. Xolos. Axir bu qanday mumkin? Men hammadan so'rayapman, bu qanday mumkin? Menga javob bering. Bu kim? Bu qanday? Nega shunday bo'ldi?
Sportchi bolalar medallar, diplomlar, kuboklar bilan turibdi. Orqada murabbiylar yig'lamoqda, ko'z yosh to'kib prezidentga murojaat qilishmoqda. Biz bu medallarni butun dunyodan respublikamiz uchun olib keldik. Endi stadionimizni buzib tashladi. Biz qayerda mashq qilishimiz kerak, shug'ullanishimiz kerak. Qizlar, yosh qizlar xalq cholg'u ansambli 120 taga yaqin o'zbek qizlari butun dunyo bo'ylab sayohat qilib xalq cholg'ularini namoyish qilishgan edi. Maktabini buzib tashlashdi. Maktablarini buzib tashlashdi. Shahar chekkasida qandaydir baraklarga jo'natilishdi. Buxoroda shuncha muammo bor. U yerda chiroq o'chib qoladi. Bir do'stim bor, Anvar Buxoriy. U yerda yashaydi. U menga doim shikoyat qiladi. Chiroq yo'q, gaz yo'q, isitish bilan muammo bor. Dahshat, dahshat. U yerda muammolar ko'p. Bu yerda esa tushunyapsizmi, yaxshi ishlayotgan infratuzilmani bir qismi buzilmoqda. Eng qizig'i shundaki, UNESCO hali o'z xulosasini bermagan holda nima qilish kerakligi haqida demoqchiman. Qaror chiqarmagan bo'lsa-da, buzish haqida hammasi buzib tashlanmoqda. Katta xarajatlar, ko'z yoshlar, u yerda dahshatli voqealar sodir bo'lyapti, tushunyapsizmi? Hozir cho'lga aylandi. UNESCO bu yerda hech narsa buzilmasligi kerak edi, deydi. Ular esa endi kech bo'ldi, o'tib ketdi deyishadi. Chet eldan fransuzlardanmi bilmayman, 4 million dollarga loyiha bo'rtma qilishyapti. 4 million. Shu pulni Buxoro byudjetiga berishsa bo'lmasmidi? Ular esa loyihani 6 ta qog'ozga tayyorlashadi. 4 millionga. Va bu loyiha UNESCO bilan kelishilmagan holda amalga oshirilgan. Bo'ldi, bu pullar tashlab yuborilgan pullar. Dahshat, dahshat. Mana puldor degani kim? Endi tushundim. Endi sizni tushundim. Bundan tashqari boshqa bir narsani aytaman. Bu to'polon boshlanganida men blogerlar va jurnalistlarga qo'ng'iroq qilib, "Yigitlar, buni yoritishni boshladingizmi?" deb so'radim. Ular menga qo'ng'iroq qilib, bu mavzuni ko'tarish taqiqlanganini aytishdi. Bu nima degani? Kim buni qildi? Nima uchun? Hozir Shavkat Mirziyoyevni bu harakati uchun juda yumshoq aytganda diplomatik tarzda tanqid qilishayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar bu haqiqatan ham kun tartibida bo'lsa, UNESCO buni rad etdi. To'g'rirog'i taqiqladi, lekin obyektlar buzilib tashlangan. Pullar sarflangan. Endi puldorlar kimligini siz bilib oldingiz. Yashil hududlarga qaytadigan bo'lsak. To'g'rimi, siz intervyularingizdan birida aytgan edingiz, hozirgi Toshkent City'da, ya'ni Toshkent City o'rnida Nyu-Yorkdagi o'xshash katta daraxtli park bo'lishi kerak edi. Bu haqiqatan ham shunday loyiha edimi? Gapingiz to'g'ri, xuddi shunday bo'lishi kerak edi. Uni kelishmadimi yoki unga nima bo'ldi? Yo'q. Nima uchun u qabul qilingan edi? Shaharning bosh rejasiga kiritilgan edi. Va bu hudud doimo zaxira sifatida saqlanib kelgan edi. Bu bog' o'zining aytaylik shoxlari bilan Paxtakor orqali Mustaqillik maydonigacha, sirkdan to xiyobongacha yetib borar edi. Shunday qilib odamlar Hadragacha mana shu yashil bog' orqali o'ta olishar edi. Bu shaharning gavhari edi va unga hech kim hech qachon daxl qilmagan. Nega uni shuncha vaqt davomida amalga oshirishmadi? Bilasizmi, birinchidan u yerda vaziyat juda murakkab edi. U yerda juda mashhur eski mahalla bor edi. Qabriston, mahalladagi masjid bor edi. U yerdagi gidrogeologik vaziyat juda murakkab edi. Daryo to'g'ridan to'g'ri oqib o'tar edi. Navoiy yarmarkasi deb atalgan joyda pastlik bor edi. Yana mablag' yo'q edi.
Mablag' yo'q edi. Davlat bunday hashamatga pul sarflay olmasdi, lekin doimo zaxirada ushlab turishar edi. Chunki bu juda ham muhim shaharsozlik birligi edi va u shahar uchun, hayot uchun, iqlim uchun, hamma narsa uchun foydali edi. Shu tepada ta'kidlab o'tgan joylarimning hammasi sof dam olish joylari edi desa ham bo'ladi. U yerda nima rejalashtirilgan edi? Arg'imchoq, charxpalaklar, faqat sayr qilish uchun yalangliklar, sayr yo'laklari, do'konchalar, ko'plab o'rindiqlar, axlat qutilari, chiroqlar, go'zal manzarali joylar, kichik ko'llar bo'lishi, qandaydir ariq butun hududni kesib o'tishi kerak edi. Umuman olganda, bizning hududimizning landshaft dizayniga yaqinlashtirilgan edi. Ya'ni shaharning emas, balki tabiiy landshaft dizayni edi. Menimcha hozirgi mavjud park umuman dizayn kodiga mos kelmaydi. Ha, to'g'ri. Vaqt o'tishi bilan albatta daraxtlar o'sadi, lekin baribir bu shahar uchun katta yo'qotish bo'ladi. Bu go'yo Toshkentga o'xshamaydi. Ha, u yerda boshqa muammolar ham bor. U yerda birinchi navbatda transport bilan bog'liq jiddiy muammolar bor. Bosh loyiha boshqarmasiga hali kengashlar bo'lib turgan paytda arxitektorlar uyushmasi a'zolarini taklif qilishdi. Ko'rib chiqib, o'z fikr va takliflarimizni bildirishimiz uchun bu planshetlarni olib kelishdi va bizga ko'rsatishdi. Men masalan ularga yashil bufer zonasini tashkil etishni, asosiy yo'llardan 50 yoki 70 metr uzoqlikda ushbu zonalarda yer osti garajlarini tashkil etishni va atrofdagi barcha obyektlarni saqlashni taklif qildim. Chunki obyektlarni saqlab qolish mumkin edi. Masalan, hozir mol turgan joyda, mol yonida Lukoil joylashgan. Lukoilni tashlab ketishdi, tushunyapsizmi? Kinoteatr ham, o'rmonchining uyini ham qoldirsa bo'lar edi va u tomonda pionerlar saroyi bor edi. Geologiya muzeyi ham to'g'ridan to'g'ri. Kinoteatr haqida gapirish yurakka pichoq urish bilan barobar. Nima uchun uni buzib tashlashdi o'zi? Hali ham jumboq. Men umuman tushunmayapman. Agar ular buni qilganida, hozir esa noqulay turar joy qurildi. Aytgandek, ikki xil deyish mumkin, ikki xil turar joy. Aytaylik, ularning biri Istanbul uslubida, ikkinchisi esa Parij uslubida, bir-biridan butunlay farq qiladigan ikki uslub. Arxitektorlar buni darrov payqashadi, deyishadi. Bu nima o'zi? Nega bunday? Yangi qurilishmi? Mening javobim juda ham oddiy. Turli investorlar. Qiziqarli yana bitta narsa bor. Mana bu ikkitasini ham men shisha sandiq deb atayman. Tutqinchis chamadon. Xalqlar do'stligidagi axir nima bo'ldi? Yana gapimizga qaytib, tahlilchilarimiz qanday savodsizlarcha ish yuritishi, boyvachchalar esa bundan foyda ko'rishdi va shunday aksiyalar o'tkazdi. Bu ikki bino uchun pul ikki bankdan olingan. Kredit olishgan. Ehtimol ular bu binolarni qurib mana deyishgach, bu binolarni oling deyishgan, ammo ularni hech kim olmayapti. Hozir bu banklarning ofislari joylashgan baland binolarda banklar esa bizga bu binolar kerak emas deyishmoqda. Nima bo'ldi? Banklardagi pullar bizniki-ku. Respublika byudjetining pullari ular behuda sarf qilindi. Hech kimga kerak bo'lmagan uylar qurildi. Xolos. Ular hozir o'zlari u yerga ko'chib o'tishdi. Aslida bilmayman. Ular pul ishlashdimi? Ularni ijaraga bera boshlashdi. Har holda, ya'ni banklarga ular kerak emas. Agar ozgina nariroqqa o'tsak, u yerda hozir Chorsuv mehmonxonasini buzishyapti. Bu alohida masala, alohida mavzu. Menga doim qiziq tuyulardi. U yerda juda g'alati, mistik tarix bor edi. Bu haqda men sizdan so'ramoqchi edim, chunki siz ehtimol bilarsiz u yerda nima bo'lganini, u bilan aslida nima yuz berganini. Bu joyda ikki soy uchrashirdi.
Biri aynan Navoiy ko'chasi bo'ylab oqardi, ya'ni Toshkent City orqali o'tadigan soy. U Burjardan kelardi. Ikkinchisi esa Labzakdan C15 orqali, Qozog'iston elchixonasi orqali, bog' orqali va aynan Chorsu 4 yo'l kesishmasida va o'sha yerda ikki soy uchrashar edi. Bu daryolar emas, chuqur soylar edi. Soylarda qurbaqalar, qamishlar bo'lardi. Mana shu joyda bobom aytishicha chorva bozori bo'lgan. Qo'y, echkilar, sigirlar, hatto tuyalar ham sotilgan deydi. O'zi u joylar pastqam joy edi. Kichik yanangliklar bor edi. Hammasi yo'llarga va bozorga nisbatan pastda joylashgandi. Pastroq deydi desa ham bo'ladi. Butun pastqamlik shunday edi. Xo'sh, hozir bu mehmonxona poydevori ostida nima bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Axir uni sovet davrida qurishgan. Uni puxta qilishgan. Juda puxta qilishgan, hamma narsani hisobga olishgan, inobatga olishgan. U yerda zichlab suv quyib, yana zichlab loy, shag'al aralashmasini bosib, yana zichlashgan. Shu tariqada mustahkam asos yaratishgan. Binoning o'zi poydevorga emas, asosga tayanadi. Ya'ni yaxshi zamin tayyorlashgan. Keyin bu zaminga qoziqlar qoqishgan. Ya'ni asos shunday monolit bo'lib chiqqan, so'ng yaxlit plitalar o'rnatishgan. Qancha pul sarflashgan? Ehtimol aql bovar qilmas darajada ko'p mablag' ketgandir faqat asosini o'ziga. Ammo bu hammasi turizm orqali qaytadi. Bu puxta loyiha edi va u shaharsozlik nuqtai nazaridan ham to'g'ri edi. U markaziy o'qqa juda yaxshi joylashtirilgan edi. Bu burilish shunday bo'ldiki, keyinchalik davlatda bu obyektni tartibga keltirish uchun mablag' bo'lmadi. Va aynan shu paytda faol sotuvlar boshlandi. Bu taxminan 1990-yillarda edi. Shunchaki bino qurilgandan so'ng u qiyshayib qolgani haqida afsona yurardi. Bu to'g'rimi? Aslida unday emas. Hammasi joyida edi. U yerga sayyohlar kelardi, hammasi mamnun edi, chunki mahalla ko'rinardi, sirk ko'rinardi, bozorga chiqish mumkin edi. Ko'plab qulay taraflari bor edi. Yo'q, u yerda ajoyib restoranlar bor edi, to'ylar, tadbirlar o'tkazilar edi. Hech qanday muammo yo'q edi. Bino bilan shug'ullanmay qo'yishgani uchun ham u xarobaga aylanishni boshladi. Bu oddiy hol. Agar gigiyenaga e'tibor bermasak, aytganlaridek hamma narsa tanazzulga yuz tutadi. Ya'ni hech qanday qurilish nuqtai nazaridan qoidabuzarlik bo'lmagan. Hammasini yaxshi qurishgan. Barcha narsa savodli qurilgan. U yerda texnologiya ancha yangi edi. Qavatlarni ko'tarish usuli, qo'llanilgan misol uchun texnikalar, ya'ni qavatlar go'yo yerda quyilganidek bo'lib, keyin o'z darajasiga ko'tarilgan. Hammasi joyida edi. Men bu obyektni juda yaxshi bilaman va u yerda bir necha bor bo'lganman. Shuningdek, loyihalangan me'morlar va bolalarni ham bilardim. Xo'sh, aytingchi iltimos, hozir u yerda nima qurilayotganidan xabaringiz bormi? Nima qurilishi yana pul masalasiga borib taqaladi. Ya'ni pul masalasi qanday ko'rinishda? Bu juda oddiy. Bu joyda yangi obyekt qurmoqchi bo'lgan kompaniya bundan foyda ololmasligini tushunadi. Xo'p, ular nimadan foyda ko'radilar? Ular yana o'sha mashhur uy-joy mavzusidan foyda ko'radilar. Chunki uni tez qurib, naqd pul olishi mumkin. Darvoqe bu haqida ham aytib o'tish kerak. Hukumatning juda yaxshi qarori chiqdi. Pulni quruvchiga emas, balki bankka berish. Bank esa quruvchilarga qurilish uchun pul ajratadi. Ular qurib bitkazilgach seni kvartira olasan, ya'ni tushunarliki pul quruvchiga bormaydi. Aks holda ular pulingni olib qochib odamga umuman kvartira bermasligi mumkin edi. Bunday holatlar bo'lgan.
bu ham bizning taklifimiz edi. Ya'ni bo'lajak uy egalarini aldash holatlarini bartaraf etish maqsadida. Mana orqa tomonga turar joy binolarini qurishga qaror qilishdi. Men taqdimotda bo'ldim. Tasavvur qilyapsizmi? Ularga bu binoni qurish foydali bo'lishi uchun albatta ba'zi xarajatlarni qoplash kerak edi. Shuning uchun 5-6 ta uyni yelpig'ichsimon qurishmoqchi edi. Bundan tashqari mehmonxonani va turar joy binolari orasida biznes markazini ham joylashtirishdi. Men taqdimotda so'zga chiqib, "Yigitlar, nima qilyapsizlar? Bu to'siqni olib tashlang. Aholi qiziqarli C27 kvartalni ko'ra olmaydi axir. Bu kvartal barcha jahon arxitektura ensiklopediyalariga kiritilgan. Ular bu bozorni ham ko'rmaydilar" dedim. Xullas, hammasi shu uchun. Ya'ni aslida hozir eng muhimi pul, investitsiyalar bo'lib turibdi. Sen nimani ko'rasan yoki ko'rmaysanmi, buni ahamiyati yo'q. Mayli, siz pul xohlaysiz. Mana yangi Toshkent, marhamat. Millionlab gektar yer bor. Bo'sh yerlar ko'p. O'sha yerda quring. O'sha yerda pul ishlating. Bu yerda esa normal mehmonxonani qoldiring. Atrofida bog' qiling, etnografik narsalar, yonida bozor, zamonaviy san'at, tarixiy san'at, zamonaviy san'at bo'lsin. Shunda ham sayyohlik jozibadorligi ham iqtisodiy biznes o'zini oqlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Siz juda yaxshi gapni aytdingiz. Biz haqiqatan ham yosh respublika ekanmiz. Balkim biz hali madaniy tarixga to'liq yetib bormagandirmiz. Bu aytib o'tmoqchiman, bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Avval to'q bo'lish kerak, keyin madaniyatga qiziqish paydo bo'ladi, so'ngra uzoq kelajakni ko'ra olishga intilasan. Balki hozir odamlarga bu kerak emasdir. Nima deb o'ylaysiz? Bu, aziz do'stim, aynan tarbiya, ta'lim va madaniyat bilan bog'liq. Yosh bolalarni maktab yoshidan boshlab, balki undan ham oldinroq bu haqda gapirish kerak, o'rgatish kerak. Tarix haqida, bizning buyuk respublikamiz haqida, bizda qanday buyuk me'morlar, olimlar, mutafakkirlar, matematiklar bo'lgani haqida gapirish kerak. Bular bilan faxrlanish kerak. Bularni ommalashtirish lozim. Ta'limni o'rganish lozim. Ta'lim olmagan odam ko'p xatolar qilishi mumkin. Chunki unda madaniy kod, xalqimizga ega bo'lgan genetik kod yo'q, tushunyapsizmi? Xalqimiz juda iste'dodli, ajoyib. Mana bu batsilla, o'sha virus, boylik orttirish, mol dunyo yig'ish illati shunchalik buzib qo'ydiki, hatto qanday ifodalanishni ham bilmayman. Balki bu dunyoni ko'rmaganlikdan bo'lsa kerakdir. Bizda odamlar kam sayohat qilishadi, boshqacha bo'lish mumkinligini ko'rishmaydi-ku axir. Bu to'g'ri omil. Albatta, buni ham inobatga olish kerak. Ammo bugun xuddi shu internet orqali ham istalgan joyga sayohat qilish, muzeylarga tashrif buyurish, ko'rgazmalarni ko'rish, ulkan sharsharalarni, Amazonka o'rmonlarini va hattoki o'sha Rio de Janeiro favellalarini ko'rish mumkin. Menga aytchi, favellalar yo'qmi? Favellalar bor. Ular yam-yashilmi? Ha, ular yam-yashil. Mana ajoyib. Umuman olganda juda g'aroyib shahar. U yerda favellalar va boshqa qimmat tumanlar yonma-yon, yam-yashil joylar, ko'llar, tog'lar ham bor. Ya'ni qanday qilib bularning barchasini birlashtirganini bilmayman. Xullas, o'ylaymanki, siz haqsiz. Sayohat qilish, boshqa madaniyatlar bilan tanishish, o'rganish kerak va bu juda muhim. Masalan, mening bir mijozim, ismlari Sasha aka, menga bu hashamatli, dabdabali narsalar kerak emas deydi. Men Yevropada bo'lganman. U yerda hamma narsa toza, nafis, minimalizm ustunligi bor. Ya'ni odam endi buni xohlamaydi. U aytyapti, birinchidan bu qimmat. Bizning chang valoyimiz bilan bu mayda bezaklar yaroqsiz. Bu shuni anglatadiki, odam
madaniyatini ko'rgan. Madaniyatni u Yevropada bo'lgan. Albatta, o'rganish, sayohat qilish va ta'lim olish, ayniqsa chet elda o'qish muhim. Lekin ular qaytib kelishsa zo'r bo'ladi. Yana bir muammo bor. Ko'plab talabalarim o'qishni tugatib, diplom himoya qilgach ketishdi. Qozog'istonga, Rossiyaga, Yevropaga va hatto Janubiy Amerikaga. Bir talaba qiz turmushga chiqib uchib ketdi. Men ularni o'z ona shahrim Toshkent uchun, O'zbekiston uchun tarbiyalaganimdan afsuslanaman. Tushunasizmi? Chamasi bu yerda ular uchun istiqbol yo'q. Mana hozirgi vaziyat shunday. Tushunasizmi? Men aytaman, tanlovlarda qatnashing, tillarni o'rganing. Shunda musobaqalarga ishtirok eta olasiz. Mana siz Yevropa, Osiyo darajasini ko'ra olasiz. Yana ta'kidlab o'tish mumkin, Janubiy Koreya, Malayziya, Xitoy tajribasi juda kuchli. Ular esa bu yerda befoyda, bu yerda tanlovlar o'tkazilmaydi. Agar o'tkazilsa ham ular to'lanmaydi deyishadi. Yaqinda yana janjal tanlov bo'ldi. Yana mana shu holatlar biznesning iste'dodli yoshlarimizni buzishyapti. Bizda iste'dodli yoshlar bor. Yoshlar uyushmasi bor. Juda qiziqarli, iqtidorli yigit-qizlar bor. Ular bizni, oqsoqollarni allaqachon almashtirishlari mumkin edi, tushunyapsizmi? Garchi aytishim kerakki, biz balet raqqosalari emasmiz. 35 yoshda nafaqaga chiqmaymiz. To'g'risini aytganda, statistikaga ko'ra, 60 yoshdan oshgan arxitektorlar tomonidan yaratilgan bunday odamlar Toshkentda hali ham bor. Ularni jalb qilish kerak. Bularning barchasi bilimli mutaxassislar. Ular biz aytib o'tgan ba'zi sabablar tufayli chetda surib qo'yilgan. Ularni qaytadan birlashtirish kerak. Biz arxitektorlar uyushmasida birlashganmiz, lekin bizda hech qanday vakolat yo'q. Men Yevropa ittifoqi mamlakatlari oldidagi nutqimdan bir parchasini o'qib bermoqchiman. O'sha paytda menga O'zbekistonda arxitekturaning ahvoli ma'ruzasi topshirilgan edi. Mana boshlaymiz. Arxitektura xalq xo'jaligining eng muhim sohasi sifatida davlat dasturlaridan chiqarib tashlangan. Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis tuzilmasini ko'rib chiqsangiz, hatto arxitektura so'zini topa olmaysiz. O'nlab vazirliklar, qo'mitalar, kichik komissiyalar, direksiyalar, ularning hammasi kerak. Bu qo'mitalar juda muhim. Ona va bola muhofazasi, tarixiy meros va turizm, sport federatsiyalari barcha tuzilmada mavjud. Axir tug'ruqxonalar, perinatal markazlar, shifoxonalar, klinikalar, sport zallari va stadionlar, bizning ko'zga ko'ringan yodgorliklar, mehmonxonalar, restoranlar va turistik klasterlar bular sof arxitektura. Bularning hammasi biz arxitektorlar qilamiz, lekin siz hech qayerda davlat tuzilmasida arxitektorlarning eng muhim elementini topa olmaysiz. Vazirlikka bo'ysunuvchi jamoat tashkilotlari bo'limida ko'rishga umid bor edi. U yerda yozuvchilar uyushmasi, bastakorlar uyushmasi, O'zbek kino va hatto Yangi Toshkent direksiyasi ham bor, ammo arxitektorlar uyushmasi yo'q. Mana arxitekturaga va professional jamoat organiga O'zbekiston arxitektorlar uyushmasiga munosabat shunday. Mening hamkasblarim, do'stlarim va kasbning ahamiyatini tushunadigan odamlarning barcha tilaklari, ular faqat yo qo'mita yo uyushma qayta yaratish kerak deyishadi. Qurilish vazirligimizga 2-3 ta funksiyani birlashtirib olib borish qiyin. Ular kommunal xo'jalik bilan ham, qurilish bilan ham, arxitektura va rejalashtirish bilan ham shug'ullanadi. U yerda menimcha butun vazirlikda umuman arxitektorlar yo'q. Ya'ni bu masalalar bilan shug'ullanadigan arxitektorlar yo'q demoqchiman. Shuning uchun ularni alohida organga ajratish kerak. Shunda bir narsa to'g'rilanishi mumkin. Kech bo'lmadimikin? Hech qachon kech emas. Eng yaxshi vaqt hozir boshlash.
Ha, hech qachon kech emas. Odam 20 yoshda ham sport bilan shug'ullanishni, o'zini tartibga solishi mumkin. 40 yoshda ham, 60 yoshda ham kech emas. Shunday tuyg'u borki, juda ko'p tanqidiy xatolarga yo'l qo'yilgan. Masalan, shahar infratuzilmasi bo'yicha. Hech qisi yo'q. Hamma narsani o'zgartirish mumkin. Ko'p narsani to'g'irlash mumkin. Hammasini emas, lekin ko'p narsani. Eng muhimi keyinchalik bunday qilmaslik. Chunki bu xatolar davom etmoqda va ularni o'z vaqtida to'g'irlashimiz kerak. Hozir biz yashayotgan shaharda qilingan barcha xatolar, ya'ni men uchun asosiy muammolar birinchidan bu energetika infratuzilmasi. Uni tuzatish juda qiyin ko'rinadi. Chunki buning uchun butun shaharni ag'dar-to'ntar qilish kerak. Qo'pol aytganda hammasini o'zgartirish kerak. Bu esa noreal vazifadek tuyuladi menga. Yo'llar ham tirbandlik nuqtai nazaridan muammo. Biz hozir tirbandliklarda qotib qolganmiz. Siz qanday o'ylaysiz? Birinchi masala bo'yicha buni haqiqatdan ham hozir o'zgartirsa bo'ladimi? Ya'ni shahar kengayotgan paytida siz yangi Toshkent haqida gapiryapsiz. Shunda endi u yerni o'zida hammasini to'g'ri loyihalashtirish kerakmi? U yerda albatta to'g'ri loyihalashtirish kerak. U yerda bu qilinyaptimi? Bilmayman. Xalq bilmaydi. Bu ham bilmasligimiz muammolaridan biri. Qandaydir chiroyli rasmlar e'lon qilinmoqda. Biz esa bilmaymiz. Na bizning professional jamoatchiligimiz, na shahar aholisi, na u yerlardagi yashovchilar, u yerda kolxozlar, posyolkalar, qishloqlar bor. Tushunyapsizmi? Ular ham bilishmaydi bu haqda. Ya'ni bu to'liq bexabarlik. Ya'ni bu hududda avval shartli ravishda aytganda yer osti shahri qurilishi kerak edi. Barcha kommunikatsiyalar, barcha xizmatlar bilan keyin esa yer usti qismini qurish kerak edi va u to'g'risini aytganda bunday katta bo'lishi shart emas. Men biroz bu mavzuning yaratilishi tarixini bilaman. U yerda mutlaqo boshqa vazifa qo'yilgan edi. Qanaqa vazifa qo'yilgan edi? Agar bu haqida gapirish mumkin bo'lsa albatta. Ha, mumkin, nega bo'lmasin. Birinchidan Shavkat Miromonovich juda oqilona qaror qabul qilib, ish joyini o'sha hududga ko'chirishga qaror qildi. Ya'ni yangi hukumat majmuasini yaxshi joyga, ajoyib iqlimli hududga, tabiiyki u qonun chiqaruvchi tuzilma, Oliy Majlis va ijro hokimiyati bilan birgalikda rivojlanishi kerak edi. Shunday hukumat klasteri hosil bo'ladi. Juda ajoyib, yaxshi ajoyib joy. Nima uchun? Aeroport yaqin bo'lgani uchun. Mehmonlar uchib kelishadi, yangi Oqsaroyga va yangi majmuaga borishadi. Shaharga kirmasdan, tirband qilmasdan vazirliklar va idoralar ham bu yerga ko'chib kelishmoqda. Bu esa eski shahrimiz uchun yengillik bo'ladi. Chunki ko'p sonli xodimlar paydo bo'ladi. Tabiiyki, ular uchun yaxshi, sifatli uy-joylar paydo bo'ladi. U yerga elchixonalar shaharchasini ham ko'chirish mumkin edi. Bir marta uy-joy paydo bo'lsa, demak bolalar, keksalar, demak maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar, sport maydonchalari, poliklinikalar, ya'ni ijtimoiy infratuzilma paydo bo'ladi. Siz aytganingizdek, u yerda quvnoqroq bo'lishi uchun u yerga super OTM klaster shaharchasini yaratish mumkin. Barcha universitetlar hostellari, yotoqxonalari bilan, o'qituvchilar uchun kvartiralar bilan, turli yo'nalishdagi shifoxonalari va poliklinikalari bo'lgan tibbiyot markazi, ya'ni ta'lim va tibbiyot markazi. Zerikarli bo'lmasligi uchun madaniy markaz ham bo'lishi kerak. Tabiiyki, bularning barchasi xodimlar uchun uy-joylar bilan to'ldiriladi. Aytaylik, shunday qilib mustaqil ravishda yashay oladigan ajoyib shahar paydo bo'ladi. Lekin bu hozirgi shahar muammolarini hal qilmaydi-ku. Gap shunda. Agar shaharda juda ko'p joyni egallayotgan vazirlik va idoralarning binolari u yerga ko'chsa, ular bilan nima bo'ladi?
Kim buni hal qiladi? Hech kim bilmaydi. Bularni uy-joyga aylantirish kerak. Yana uy-joy? Yanami? Aslida ham olganda uy-joyga ehtiyoj yo'q. Bizda uy-joyga ehtiyoj yo'q. Hech kim baraklarda yashamaydi-ku. Bu faqat sizlarda, Sergelida eng yomon sharoitlarda yashaydigan odamlar bor. Shartli ravishda. Garchi men bunday uyda bu chinorlar orasida yashashni istardim. Nega bu uychalar hali ham bor? Ularni adashmasam vaqtinchalik deb qurgan edi. Yana joylashtirish uchun, chunki yangi tuzilma yaratish uchun mablag' yo'q edi. Sergelida o'xshash klaster yaratish uchun hozirgi zamonaviy so'z bilan aytsak, Sergeli ilgari juda qulay tuman edi. Hozir albatta u yerda siz shahar haqida gapiryapsiz, men esa mutaxassislar haqida. Kimning nimasi og'risa shu haqida gapiramiz. Yo'q. Shahar muammolarini mutaxassislar hal qilmasa, siz hal qila olmaysiz. To'g'ri operatsiya qila olmaysiz. Yana tibbiy misol keltirsam, agar operatsiyani xirurg emas, sanitar qilsa, lekin buni agar odamlar xohlashmasa va niyat bo'lmasa, boshqasi ham bo'lmaydi. Shu sabab sizni bu yerda chaqirganimni sababi ham shunda. Ya'ni shu muammoni ko'tarish. Bularning barchasi yuqorida hal qilinmoqda va biz buni sezyapmiz. Bizning bu takliflarimizni eshitayotganini, ular qandaydir tarzda hal qilayotgani uchun minnatdormiz va umid qilamizki, bizda arxitektura departamentining maqomini qaytarib berishadi. U qanday ko'rinishda bo'lmasin, asta-sekin tartibga soladi. Albatta darhol emas, lekin ko'plab masalalar hal qilinadi. Nafaqat loyihalashtirish, balki arxitektura ta'limi va ko'rgazmalar, tanlovlar va boshqa tadbirlar bilan birgalikda hayot butunlay o'zgarib ketadi. Energetika infratuzilmasi haqida gapiradigan bo'lsak, eslaysizmi, 2 yil oldin inqiroz bo'lgan edi. Keyin hokimni ishdan olishdi, aybdor deb topilib albatta. Mana shu muammoni qanday hal qilishmoqchi? Balkim siz bilarsiz. Ular buni qanday hal qilmoqchi ekanligini bilmayman. Siz masalan ushbu muammoni qanday hal qilgan bo'lardingiz? Birinchidan men mutaxassislarni jalb qilardim. Keyin albatta kulmang, sun'iy intellektni jalb qilardim. 1000 ta amaldorni bo'shatib, ularni o'rniga 5 ta Toshkentda bo'lgan zo'r mutaxassislarni olardim va ularga sun'iy intellektga vazifani qo'yishlarini belgilagan bo'lardim. O'sha 1,5 kishilik institut bugun shu sun'iy intellekt jamlangan bo'lishi mumkin edi. Lekin sun'iy intellekt bu vosita xolos. Bu vositaga vazifani to'g'ri qo'yish kerak. Agar sen noto'g'ri ma'lumot kiritsang, u senga noto'g'ri yechim beradi. U seni ahmoq deb o'ylaydi. Shuning uchun barcha ustozlarimizni to'plab, ularni yagona organizmga birlashtirish kerak. Bu jamoa esa sun'iy intellektga vazifani beradi. Sun'iy intellekt esa uni ishlab chiqib, Toshkentning barcha xaritalarini aniqlash bo'yicha ajoyib ulkan ishni bajarib beradi. Butun dunyo bo'ylab xuddi shunday shaharlarni tahlil qiladi. U yerlarda qanday bo'lganini o'rganadi. U shu tahlilni o'tkazadi. Avval uni bunga o'rgatish kerak. Barcha ma'lumotni unga berish lozim, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Buning uchun savodli, kerakli mutaxassislar zarur. U esa kelajak demografiyasini hisoblay oladi. Bu juda muhim. Bu masalada haddan oshib ketishdi. Kamroq uylanishyapti, kamroq farzand ko'rishyapti, ajrimlar ko'paydi. Tabiiy o'sish bor, lekin hisoblaganchalik ahamiyatli emas. Yiliga 1 million. Ha, lekin bu butun respublika bo'ylab. Men bu muammoni hal qilishning bir yo'li deb hisoblayman. Ikkinchidan, paydo bo'lyapti butun boshli yangi texnologiyalar, masalan, yo'ldan quvurlarni tortib o'tkazadigan ilon deb ataladigan uskunalar, bu masalada yordam bera oladigan yangi texnik imkoniyatlar paydo bo'lyapti va yo'llarda
kanal qazishda hojat qolmas edi. Biz hali bilmaydigan yangi usullar ham bor. Bu yerda chet ellik mutaxassislar va kompaniyalarni jalb qilish kerak. Tushunyapsizmi? Undan tashqari 2, 3, 4-5 yildan keyin uchadigan taksilar paydo bo'lsa ajablanmayman. Shunda tomlardan maydonchalar tashkil qilish kerak bo'ladi. Bugungi o'zidayoq ularni loyihalash lozim. Vertolyot maydonchalari emas, balki qo'rqinchsiz avia taksilar uchun maydonchalar desa ham bo'ladi. Menimcha bunga hali bor. Bundan umuman qo'rqmaslik kerak. Balki ertaga umuman antigravitatsion rukzak paydo bo'lsa, biz uni kiyib ishga uchib ketarmiz. Tushunyapsizmi? Juda qiziqarli. Avtomobillar kerak bo'lmay qolar. Bu haqda ham o'ylash kerak. Bu menimcha endi fantastika. Nimaga endi? Biz arxitektorlar kelajakka nazar tashlaymiz. Axir biz kelajak uylari, majmualarni loyihalaymiz. Shuning uchun kelajakka nazar tashlashimiz kerak. Bundan qo'rqmaslik lozim. Men hozirning o'zidayoq yangi binolarda vertolyot maydonchalarini ko'zda tutgan bo'lardim. Masalan, Amirsoyda tirbandliklarda qolib ketmaslik uchun aviataksiga buyurtma berib, uchib borib, chang'ida uchib, kechqurun qaytib kelish mumkin bo'lardi. 3 soat tirbandlikda turib qolmasdan ko'p narsalarni hal qilsa bo'ladi. Istak va to'g'ri yechim bo'lsa bas. Ya'ni tushunishim bo'yicha vazifani to'g'ri qo'yish kerak demoqchisiz. Chet elda mutaxassislarni jalb qilishgan edi. Masalan, minor chorrahasi uchun Strelka konstruktorlik byurosini qayta tashkil qilishga urinishdi, ammo yomonroq bo'lib qolgandekmi deb o'ylayman. Shunday emasmi? Siz u yerda qatnashganmisiz? Strelka men bilan maslahatlashgan edi. Men ularga yigitlar, sizga va'da qilingan narsalarni saralab oling, chunki faqatgina yarmini berishadi dedim. Resurslarni nazarda tutyapsizmi? Ham resurslarni, ham vaqt, hammasini inobatga olganda biz hammasini qilamiz deyishadi. Biz hammasini qilamiz. Biz hammasini qilamiz. Xullas, o'shanda Ortiqxo'jayev bor edi. U ularga va'da berdi. Ular nima qilmoqchi edilar? Ular minordan teleminoragacha aloqa institutigacha bo'lgan masofani bir qismini yasamoqchi bo'lishdi. Loyihaning maqsadi nima edi? Maqsad piyodalar, bolalar, aravachalar, odamlar, nogironlar uchun qulay muhit yaratish edi. Shuningdek, avtomobillar to'xtash joyi, ko'plab ijtimoiy obyektlar, do'konchalar, kafelar, bularning barchasi bilasizmi, Yevropacha uslubda qilmoqchi edilar. Ular ko'p shaharlarda shunday qilishgan, lekin u yerlarda hokimiyat ularga to'liq yordam beradi. Berib kelishadi ham. Bu yerda esa uddalay olishmadi. Demak, vazifa to'g'ri qo'yilgan. Yigitlar savodli edi. Yana kimdir nimadir qildi-yu, loyihani barbod qildi. Hozir tirbandliklar nima sababdan sodir bo'lyapti? Asosiy muammo nima sizningcha? Muammo quyidagicha. Ko'plab katta ko'chalardan mikrorayonlarga kirish taqiqlangan. Shlagbaumlar bilan yopilganmi? Shunday demoqchimisiz? Ha, shlagbaumlar va beton to'siqlari bilan. Masalan, ilgari Hamid Olimjon ko'chasidagi uylarga kirishimiz mumkin edi. Endi yopib qo'yishgan. Endi boshqa yo'ldan borib, tirbandlikka turib, aylanib o'tishga to'g'ri keladi. Ko'pgina katta yo'llardan mahallalarga, turar joy massivlariga kiradigan yo'llar yopilgan. Aha, tushunarli. Aytingchi, buni aholi yopganmi yoki shahar hokimiyatimi? Yo'q, buni prezidentning qo'riqlash xizmati yopgan. Ular xavotirda bo'lishgan. Bu hali Karimov davrida bo'lgan. Ya'ni bu kichik yo'llar. Men sizni oldingizga kelayotganimda, bilasizmi qanday keldim? Minordan ekoparkgacha bordim. U yerda burilib, mana bu yerga uylar orasidan kirdim. Tasavvur qilyapsizmi? Ha, bu yerda to'g'ri, qiyin. Anavi men sizga aytgan shaharsoz shunday degan. Muhimi ko'chalarning kengligi yoki o'lchamlari emas, balki
Yo'llar to'g'ri muhim. Agar bitta yo'l band bo'lsa, boshqasidan foydalanish imkoni bo'lishi kerak. Bu butun dunyoda qo'llanadigan kvadrat uyali tizimidir. Albatta, to'g'ri to'rtburchak bo'lishi shart emas, lekin yo'llar to'g'ri keng bo'lishi kerak. Hamma joyda yopiq shlagbaumlar, beton to'siqlar bo'lgani uchun yo'llardan o'tib bo'lmaydi va oqibatda chorrahalarda tirbandlik yuzaga keladi. Aytgancha, men chindan ham eshitganman, shunday qoida bor ekan. Yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyati uning kengligiga emas, balki chorrahaning o'tkazuvchanligiga bog'liq ekan. Agar chorrahaning o'tkazuvchanligi yuqori bo'lsa, yo'l qanchalik tor yoki keng bo'lishidan qat'iy nazar, harakatlanish tez bo'ladi. Bu yerda bir qancha omillar bor. Ko'p narsa o'zaro bog'liq. Mana elektron svetoforlar paydo bo'ldi. Ular ham hisobga oladi, oqimni kuzatadi, qancha transport o'tayotganini. Mana bu sun'iy intellektni jalb qilish, undan foydalanish kerak. U shu keraksiz to'siqlar va cheklovlar bo'yicha ko'p tavsiyalar berar edi. Menimcha, uylar atrofidagi harbiy bo'lmagan inshootlar atrofidagi hamma narsani olib tashlash kerak. Ular to'siqlarni o'rnatishgan, xuddiki u yerda atom bombasi yaratilganidek. Biz esa terrorchilar. Ha, rostdan ham. Odamlar kechqurun hech qayerga sayr qila olmaydi. Yaxshi, aytaylik binoning yonida maydoncha, avtoturargoh bor, lekin shanba yakshanba kuni ishlamaysiz, mashina yo'q. Ana shu shlagbaumni ochib qo'ying. Odamlar kelib mashinalarni qo'yishsin, sayr qilishsin, istagan joylariga borishsin. Negadir mana shu mayda chuyda tushunasizmi, bir bu meniki degan ong bor. Keyin xodimlar va ishchilarning mashinalari muammosi ham bor. Mana men yaqinda misol keltirdim, aytaylik sartaroshxona yoki kichkina do'kon. Uning old tomonida 6 metr fasadi bor. 3-4 nafar xodim o'z mashinasida keladi. Har bir mashinaga 6 metr joy kerak. U esa birinchi qatorda 4 ta mashinani qo'yadi va o'z obyektining 6 metrlik maydoniga ega bo'la turib 24 metr yo'lni band qiladi. Butun kun davomida ertalab kelganidan beri. Bu kirish yo'llari yaxshi o'ylanmagani uchun shundaymi? Barcha yangi uylarni yer osti garajlari bilan loyihalash kerak. Barcha yangi uylarni ustunlarda loyihalash kerak. Toki uylarning tagiga kirish mumkin bo'lsin. Voy, maydonlar yo'qolgandi-ku deyishadi. Maydonlaring meni qiziqtirmaydi. Meni tashvishlantiradigan narsa shahar bilan nima bo'lishi, ko'chada urilgan maktab o'quvchilari. Mana nima meni tashvishga soladi. Shunday faol harakatlar tufayli, shuning uchun biz arxitektorlar bularning hammasini loyihalashtiramiz. Masalan, mana bu vestibyullar, ustunlarda turgan uylar. Shevchenko ko'chasini yopib qo'yishganiga kelsak, sizningcha bu to'g'ri qarormi? Gastro ko'chasi haqida aytyapman. To'g'risini aytsam, men u yerda bo'lmaganman. Hozir dahshat, o'tib bo'lmaydi. Axir bu juda ham muhim yo'l edi. Menimcha bu yerda yana oltin buzoq hukmronlik qilmoqda. Aholining fikri qulayligi, shinamligiga e'tibor bermay, cho'ntagini to'ldira boshlaydi xolos. Va mana ular bu turizmga, bu gastronomiyaga mahliyo bo'lib qolishdi. Men sizga aytaman, Yevropada bu ovqatlanishimiz kabi bunday ovqatlanishmaydi. To'g'risini aytganda, ular bu narsaga madaniyatga, ko'proq xotirjamlik bilan qarashadi. U yerda shunchaki terrasalar bor. Hamma joy yozgi mavsumga o'xshaydi. Bularning hammasi, tushunasizmi? Yana mana tepada ta'kidlab o'tganimdek, puxta tahlil yo'q. Savodli puxta tahlil yo'q, tushunyapsizmi? Hisob-kitob yo'q. Ular butunlay boshqacha hisoblashadi. Ular aholining emas, balki biznesmenning miyasi bilan o'ylashadi. Dunyodagi eng qulay shaharlar reytingi ham bor va ulardan biri menimcha Sidney.
Shunday shaharlarni eshitganmisiz? Ha, bo'lgan. Tozalik bo'yicha ham kecha eng toza 7 shahar haqida o'qidim. Butun Avstraliya, Yangi Zelandiya kirdi. Estoniya ham kirdi. Estoniya dunyoning eng toza 7 mamlakati qatoriga kirdi. Ekvador ham, Okeaniyadagi orollar ham kirdi. Bitta savol. Shaharning qulayligi qanday o'lchanadi? Nimalar asosida? Umuman qaysi mezonlar bo'yicha? Oy, ularda butun bir ro'yxat bor ekan. Hech bo'lmaganda asosiy mezonlar, masalan, yashil hududlar bo'lsa kerak. Hamma narsa hisobga olinadi. Transport, yo'llar, hamma narsa hisobga olinadi. Qulaylik, bandlik, aholi soni, u yerda butun bir mezonlar ro'yxati bor. So'nggi savollardan biri shuki, sizningcha Toshkent juda qulay va yaxshi yashash uchun ajoyib shaharga aylanishi uchun hozir nimaga e'tibor qaratish kerak? Aytaylik, yaqin 10-20 yil mobaynida. Arxitektura bo'yicha qo'mita tuzish kerak. Eng yaxshi arxitektorlarni, barcha sohalardagi eng yaxshi mutaxassislarni to'plash kerak. Va bu doktorlar, bu professorlar Nima qilishadi? ular qanday qilib yomon qilmaslik, qanday qilib yaxshi qilish haqida maslahat berishadi. Xo'sh, qaysi yo'nalishdan boshlashadi? Ular boshida nima bilan shug'ullanishadi? Ekologiya bilanmi yoki yo'l kesishmalari yoki infratuzilma bilan? Bir vaqtda hamma yo'nalish bilan. Qanday qilib bir vaqtning o'zida bunga axir resurs ham yetmaydi-ku. Nega? Bizning resurslarimiz bor. Misol uchun oltin zaxiramiz bor. Nega yetmaydi? 20, 30, 40 boring ana 1000 kishilik odamlar qo'mita a'zolariga bemalol yetadi. Yo'q, ularga maosh to'lash tushunarli, lekin mana bu qurish yoki qayta qurish demoqchiman. Yo'q, ma'lum dasturlar ishlab chiqiladi albatta. Hamma narsaga birdaniga kirishib bo'lmaydi. Supurgini shoxma-shox sindirish kerak. Birdaniga singdirib bo'lmaydi. Ya'ni eng dolzarb masalalardan boshlash kerak. Aytingchi iltimos, hozir eng dolzarb narsalar qaysilar? Birinchidan mavjud bo'lgan cheklovlar. Mana biz qurilishga moratoriy bo'lishini kutmoqdamiz, lekin u hech kelmayapti. Biz shuni kutyapmiz. Uni kiritishgan edilar, adashmasam, yoki keyin bekor qilishganmidi? Xo'sh, qanday kiritildi? Hamma joy qurilish, hamma yer dahshat va qo'rqinchli, hamma yozadi, hamma g'azablanadi, internet to'lib ketgan. Sizningcha hozir bizda ekologiya bilan, ayniqsa, qishda nima bo'lyapti? Aksariyat hollarda chindan ham quruvchilar aybdormi yoki Albatta. u yerda qanday bog'liqlik borligini tushuntirib bera olasizmi? Xo'sh, bu juda ham oddiy. O'zaro bog'liqlik quyidagicha. Mening yonimda qurilish. Men uyga yaqinlashayotganimda u yerdan yuk mashinasi chiqib ketadi. Uning ortidan mana bunday chang to'zon ko'tariladi. Va shunday holatlar albatta minglab. Shunday holatlar minglab. Ya'ni Yevropada mashina uni yurmaguncha umuman ketolmaydi. Yaxshi bo'ldi. Endi mashinalarni matoh bilan yopib qo'yishyapti, lekin ular ham 2-3 yildan beri ishlatilyapti. Hammasi ilma-teshik bo'lib ketgan. Ularning barchasi ulardan chang o'tib ketyapti. Bu yana qurilish madaniyatiga borib taqaladi. Rahbarlar madaniyati, ularning halolligi, ularning shahariga munosabati. To'g'ri. Kimdir shaharni juda kuchli sevishi kerak. To'g'ri, hammasi bir joyga kelib taqaladi. Mana siz hammasi yaxshi bo'lishiga ishonchim komil deyapsiz. Albatta, Lekin bunday ishonch qayerdan kelyapti sizga? insoniyatga shunday vazifa berilgan. Bizni bunday stresslar va falokatlar bilan sinovdan o'tkazishmoqda. Ammo bizning vazifamiz tirik qolish va naslimizni davom ettirishdir. Agar aynan Toshkentni olsak, sizningcha qachondir es-hushimizni yig'ib olamizmi? Global emas, balki lokal miqyosida fikr yuritishga harakat qilib ko'raylik. Es-hushimizni yig'ib olamiz va olyapmiz.
Hozir ham shu yo'ldamiz. Shavkat Mirziyoyevning 5-martdagi nutqi respublikamizning asta-sekin bu noqulay vaziyatdan chiqib ketishiga katta umid uyg'otmoqda. Biz arxitektorlar esa qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bizga ma'muriy, qonuniy va huquqiy imkoniyatlar bering. Biz birlashib yordam beramiz va muammolarni asta-sekin hal qilamiz. Endi so'zdan ishga o'tsak, so'nggi 5 yil ichida shahar haqida chindan ham o'ylay boshlaganligimizni ko'rsatadigan qanday aniq misollar bor. Men amaliy harakatlar haqida so'rayapman. Masalan, siz Sergelidansiz. Hokimingiz bizning jamoamizga topshiriq berdi. Biz o'z vaqtida Sergelidagi ko'chalarni tartibga keltirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqdik. Avtobozordan boshlab Katta Chorrahagacha u yerda maktabingiz bor. Biz velosiped yo'laklari, piyodalar yo'lakchalari hammasini loyihalashtirib taqdim etdik. Hamma narsa ma'qullandi. Direktorim o'tgan hafta borib, bu konsepsiya qanday ishlayotganini ko'rib keldilar. Belgilar osilib turibdi. Bir tomonlama harakat, lekin hech kim bunga rioya qilmayapti. Nima uchun? Nima uchun? Chunki puldorda. Uni to'xtatishsa pul berib qutuladi xolos. Bizning asosiy muammoimiz shu boyvachchalarda, to'g'rimi? Ya'ni puldor shaxslarda. Bu muammo barcha darajalarda mavjud bo'lgan muammo. Qarama-qarshi yo'nalishda haydaydigan surbet haydovchilardan tortib, yarim shaharni buzib, puli tugab qolgan odamgacha. Endi shu nuqtada menimcha suhbatimizni yakunlashimiz kerak. Sizga katta rahmat, Aleksandr Yevgeniyevich. Yo'q, ijobiy ohangda tugatsak. Ijobiy ohang bu bizning uchrashuvlarimiz natija beradigan, aytilgan fikrlar eshitilib, qaysidir tarzda amalga oshiriladigan holatda bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Biz shahrimiz va respublikamiz uchun jon kuydiramiz va ishonchimiz komilki, hamma narsa yaxshi bo'ladi, chunki farzandlarimiz, nabiralarimiz o'sib kelmoqda. Biz endi o'zimiz haqimizda emas, kelajak haqida o'ylashimiz kerak. O'ylayapmiz ham. Ularning kelajagida yanada sifatli, yaxshi va qulay bo'lishi kerak. Haqiqatan ham sevimli shahrimiz Toshkentda yashashni istaymiz. Sevimli shahrimiz Toshkent, rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'ling.